Salam ekran aldidagi qadrli ko'ruvchilar, Ta'rim Navosi programmasi orqali sizlar bilan diydorlashganligimdan to'liq xursandman. Men programmada yasatchisi Mayra. Ko'rayotganinglar Şinjan Ko'nak va texnik cheklik shirkati Ko'rgün media ishxonasi tarqatgan Şinjan Saray yemek-ichmak mulozimat cheklik shirkati tajdarligidagi Ta'rim Navosi programmasi. Biz programmamızın bu alayda saniga do'stlarimiz uzoqdan buyon ko'rishga taqozo bo'layotgan bizning ko'p qilliq artistimiz Shirali Imomni taklif qildik. Shirali programmamizga xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Shirali programmamizni boshlashdan burun mush ekran oldidagi ko'ruvchilar bilan qisqacha salomlashib o'tamsiz. Bo'ldi. Yaxshimisizlar, hurmatli ekran oldidagi ko'ruvchilar. Men Aqsu viloyati Ta'rim Naqsul Umgininki artisti Shirali Imom. Mendan sizlarga o'tib salom, oliy ehtiromlar bo'lsin. Shirali, mush hammamizga o'rtaq bir tema bo'lib ketgan programmamizni boshlashdan ilgari cho'qim so'raladigan bir savol bor. Siz mush san'at sohasiga qanday qadam bosgan mush haqda ko'pchilik bilan bir o'rtoqlashib o'tandik. Bo'ldi. Men bu san'atga dastlabda qiziqmagan. Kim shu boshlang'ichni bitirib, to'liqsizga chiqqandan keyin to'y to'kinlarga uydagilar bilan bilib borgandan keyin shu naqsh etganlarga qarab, voy bu naqsh essaja bilan bo'ldi ekan deb shuning bilan Tursun Shayx deb bir san'atkorimiz bor bizning o'zing ufqislar Aqsudan chiqqan. Shuning shogird kirganman. Dansingni qo'ltiqlab to'y yezim qish vaqti traktorning to'chida quloqlar ushib qoldi. Dansingni qo'ltiqlab berib, uli naqsh o'qidi, keyin menga navbat keldi. Qo'llar qetib ketgan qish vaqti to'yda. U joyda restoran yo'q, zallar yo'q. Dehqonlarning o'ylisida qilgan keyin unda to'yilni. O qish vaqti uzunliqsiz bir to'nlab ketgan qo'lda barmoqlar ta'sir qilmaydi. Shunda o'rganganmiz. Haqiqiy o'rganganda biz. To'g'ri. Keyin andan shu to'liqsizni bitirgan chog'da san'at maktab imtihon berdim. Imtihon bergan chog'da ota-onam xushilmadi. Chunki mening opam dadam o'rmonchilik sohasida ishlaganlar. Ularning ko'nglida bunimi o'rmonchi qilsak degan umid borda. Lekin men san'atga qiziqib qoldim tuyuqsiz. Izchil qiziqdim. Hatto oqshomlari topshiriqni ishlab bo'lib, restoran haqning to'yig'i restoranda derizning keyinda marab, ashtoq ugundim men. Haqni derizini qanday tutadi, xotonni qanday tutadi. Ashta darajada qiziqqan. Keyin bir o't bordi. Keyin Aqsu san'at imtihon berdim. Bergandan keyin maktabda o'tdim, lekin dadam, "Hey, o'qima, sen to'lg'a turish o'qib, bunaq Daşöd okumamsa deb meni qattiq bagil qo'ymadi. Ikkinchida yeni berdim. Yeni bag'il qo'ymadi. Ashtaq voz kechdim bo'ldi. Voz kechdim, to'lg'ottirga chiqib, to'lg'ottirning 3-yilligida sinfda o'tirsam, sana shu yerdan ma'lumlar kelibdi, bir muncha ma'lum. Ular oldinala o'qish qabul qilib kelibdi-da. Kelibdi. Bir aylanni to'g'izib baqdi, san'at qiziqamsa, yo'q. Yana bir aylanni to'g'izdi, qiziqaman. Oxirida eng keyinda o'tirdim partiyaning keyinda. İşte o'tirdim, baribir imtihon bersam o'tamayman. Onun ustiga tayyorligim yo'q deb o'tirsam, to'yuqsizlar muallim siz o'rningizni turing deb meni chaqirdi. Chaqirdi, o'rnim turib. Uroq egizdim men, 1.80 kirdim shu joyda. To'g'andan keyin shunda qarab, siz san'at qiziqamsiz dedi. Dedim, men qiziqman. Ben qiziqdim. Uydagilar qo'shilmaydi, onun ustiga bir shiqitim imtihon bergan, uydagilar bag'il qo'ymagan. Aqsu san'at maktab imtihon bergandim. O sene şu yangi imtihan berishga meniki hem tayyorligim yo'q, hem o'talishim nadayin, u degan cho'ng maktab tutsa, degankin bir tayyorlik imtihon berib qo'ygan, imtihon bir degan xalq necha kun bor dedi. Bo'ladi deb tayyorlik qildim. Dadamga deysam, imtihon bermaysiz deydi, shuni buni qanday qilaman deb tizim shaqqi 40 yoshga kelgan shu joyda. O'zingiz 98-yil 40 yoshga jiq bo'ldi. To'g'ri. Dadam desam berdi, lekin Nimish qilsa o imtihon berib bu yerga deb turoldi-da, shuni bir cho'ng acham bor, men dugoji degan shu joyda so'zbek yaxshi. Achamni qichib bordim, acham menga mushtaq pul was 50 koy pul va imtihon bir paqa desam, voy bo'ldi deb. Dadam uqamdi deydi, uqmaydi, unmaydi desam, "Dema, bagin yutib qolsang mayli" deb. Shu 50 koy pulni ko'tarib 45 koy tizimlatdim. 5 koy yan chiqib qoldi, tamoq yedim, ishga vaqt uni. Shunday qilib imtihon berdim. Birinchi qatimlikni o'tdim. Shallandiqda u yerda uçakda 40 necha adam imtihon berdik, oldiga deb o'sh Aqsu viloyati bo'yicha. 25imiz qoldik. Ikkinchi qatimlik imtihon oldi. Yana shallandiq. 10imiz qoldik 3-chi qatimlik imtihonga. O 10 adamdan 3imiz qolmiz. 3-chi qatim nemish qilsak bo'lar deb bu joyda yilqib temi belgilab birdi, itotni o'zing o'ynaysizlar deb. Shu joyda taloq chiqib qarsam degan bir aylanga bir aktyor deb o'gatga turibdi, o'makdan. Yana bir aylanga, yana bir sugatga turibdi. Şundaq men uytidga adam yo'q. Astagfirullah, men qanday qilaman? Yana o'tamaygan bo'ldim-da deb shuni
Turib isim kelib qoldi. Bir necha kunning oldida Panchangjiangda bizniki itotchi bor dangliq Jungoniki. Shuning bir itotini ko'rib qolgan men. Munchuq tushish deb yilqi amaliyotda munchuq tushish bütün hareketini kıpırmaz ya. Kiyimlerini sağgan, munchuq tushayotgan, su to'xtab qolgan, supurlarni surtayotgan masalan. Aşda qiziqarli hareketini isim kelib, "Ashuni qilib bersam bo'lmamdi, to'xta" deb. Shu ashadim men uni o'zgartib, emgak maydonidan kelgan bo'lib, ketmanni ko'tarib yolg'on, deb talab burab kutib uzam, oyog'ini saqsam paypoq burab kutib, voy, to'xta, munchuq tushay deb. Shu genjo hamda amaliyot qo'limizda ishim yo'q. Ishim ishlatmaysizlar, ishim olmaysizlar, quruq qo'l qipirsizlar, biz tushunimiz, biz tushansak bo'ldi degankin, shuni qilib berdim. Qarsam, yiliq eng oxirida kuchimiz yetibdi, 7 shalinib ketdi. Shuninglar bu rost o'tdimmi, yolg'on o'tdimmi deb shuninglar. Bir oydan keyin qarsam, pochtaxonadan xat kelibdi. Açsam, sana şu yerden kestin layakatli kinişkisi. Şu yerden tayyorlik qiling deb. Shuni va bu qo'shallik bilan to'g'ri kelmaydi. Dadam ko'zasam, dadam qo'shib ketdi. Voy balam, men seni shu Jungjansing olib qolmsin deganda, men bunga bo'pti o'qig'in, men qo'llaymadim. Ha, deb shuni bilan chaqiriq keldi. Dashoyimdan qatnashdik. Yuqori nomer bilan oliy maktab bordik. Bu ma'lumlar bizga dars o'tdi. Bir tarafdan sahin tili, bir tarafdan aktyorlik, bir tarafdan naqsha, bir tarafdan sen qiyafati shintika deb qo'yamiz. Har jihatdan tarbiyalab mana bugungi bir san'atkorga aylandik desak bo'ldi. Rahmat sizga, nihoyatda yaxshi paranglashdik. Shirali bayon sizni tanishtirishning oldida sizni bir ko'p qirliq artist deb tanishtirib o'tgandim. Balkim nurg'un ko'ruvchilarimiz balkim sizning naqshlaringizni anglab, sizning maki qiziqchilik, do'rash jihatdagi ortiqchiligingizni bilmasligi mumkin. Sizning shu qiziqchilik, do'rash jihatdagi ortiqchiligingizni nihoyatda pek yoqtirman. Şuna sizni ko'pincha shu tomoshabinlar, ko'ruvchilar ko'p qirliq artist deb ataydi. Bizningki bu Tarım Navosi programmamizga bugun quruq kelmadingiz deb o'ylayman albatta. Quruq kelmadim. Asli meniki kasbdoshlarimdan birishkina kelgan bo'lsam, bir atal itod ya qiziqarli narsani qilib bersak bo'ldi. Bugun men yolg'iz kelib qoldim. Shunga ben o'zimni amroq, chiroyli naqshlar bilan o'rlab bersam. Bo'ldi. Undaq bo'lsa, ekran oldidagi ko'ruvchilarimiz, do'stlarimiz, Shirali Imomning bugungi lirik kuylaridan hammamiz tang bahramlanaylik. Yağmur yağdı şakıra, acep to'xtay demaydi. Ko'ngil bersem şu yarga, qarab qo'yay demaydi. Öz özümni
vaqti shaqira Acep to'xtay demaydi Ko'ngil bersem shu yarga qarab qo'yay demaydi Men mellanga bormayman Ayg'imni layqili Men ko'nglimni bermayman O'zimni har qili Men mellanga bormayman Ayg'imni layqili Men ko'nglimni bermayman O'zimni har qili Men mellanga bormayman Ayg'imni layqili Men ko'nglimni bermayman O'zimni har qili Men ko'nglimni bermayman O'zimni har qili Şirəlim şu sizni ziyaret qilishning oldida sizning şu torlarda materialingizni ko'rishimcha sizniki şu ikki filmingiz suratga ilinib qo'yilish oldi turibdi. Shundoq. Mush haqda bir tafsilroq so'zlab beramiz? Bu film şu 2018 yılı suratga ilindi. Aldı keyin o'tla. Qurban Tulumning Beijing safari kinovati. Dаңlıq film. Bu kinoni Chongyang degan shtaydan Abdumrayliq Shuanchamodun birlashib buni ko'p qismli televiziya teatri qilib ishildi 44 qism. Bu jarayonda asosan doyan ishkirdi. Asas rolchilar ishkirdi. Endi Shinjongda mo'jiq rolchilar bor. Shu jarayonda Abdumrayliq Opramak, Abdumrayliq Naqshul Umigdan tanlabdi artistlarni. Endi menimi tanladi arliqda men rasmlarini avatib, materialini avatib qilgan ekan. Bu tanlab men avatib, men ko'nglimda ijobiy rol chiqaman deb o'ylagan. Qarsam, bu sen tanlandi, xaton tuzumimiz dedi, shuni idora rahbarlarimi bu Abdumalik Shuanchamodi menga yo'chin xavat berdi-da. İdora rahbarlari buni ko'rib, bu darhol bu yaxshi ishga. Sen berib qachon tugusuchan kelsa deb shu arliqda 3 oy suratga oldik. Bu jarayonda bu filmda salbiy rol taqsim qilindi menga. Bu rol qanday rol desangiz, endi bu rol shu 3-qism kelganda paydo bo'lib, men 34-qismda menga bir pay o'qiyapli o'laman. Asosan qildigan ishim eskish. Yomon ish bilan shug'ullanaman. Banditlarning boshlig'i qisqasi. Qo'lastimda burungi Gomindangning askarlari va o'zimniki yerlik banditlar va degandek. Shu rolni oldim, o ishkirki doyarlarmi nihoyat xush bo'ldi, sen bir yaxshi artist ekansan deb. Unisiga bu kinodagi, bu filmdagi rolning hammasi asl ovoz ishlatimiz-chi, davlat tilida ovoz bermagan kino. Shu olgandan keyin bu rol yarabdi, yaragandan keyin o doyarlar suratga bo'lib ketdi. Ketgandan keyin necha oyga yentilibdi. 21 kino va Shinjongning futbolchiligiga oid deb. Bu kinoning asosiy rolchisi Fransiyadan kelgan Cantona deb shu Malyanning futbolchisining eng yomoni 7-numur. Shu bosh rolga aniki bir Shinjonglik Uyg'ur bola va ash bolaning dadasi men. Uningda mo salbiy obrazni berdim. Uni yaxshi oldik. Shu Qurban Tulumninki 40 qismlik televiziya teatri hozir kirishtirib, muzikalarni ishlab, markazni tekshirishni o'tib tayyorlabdi. Bu yil qo'ydi ekan. Endi futbolchining kinosini unimi tayyor qilib bo'lganini chig'i va anglashlar qaraganda, uni oldi keyin qo'yib qolamki, shu bu yil qo'yimsin, kelar yil cho'qim qo'ydi deb o'yladim.
Bo'ldi, rahmat. Shirali hozir hammamizga ma'lum, shu tor davri, fan texnika davri bo'lib ketdi. Sizga o'xshash dangliq artistlarimizningki turmushiga, ko'ngillik oila hayotiga qiziqadiganlar oz emas deb o'ylayman. Sizningki shu programmani suratga elishning oldida shu torlardan ko'rsam, sizningki Shirali imom to'y qilganmidi, oilasi bormidi degandek shunday savollarni ko'p yerlarda uchratib qoldim. Bu haqda bir o'rtoqlashib qolgandik. Bo'ldi. Hamda men shu 2009-yil to'y qilgan. Hozir 2 o'g'lim bor. Birisi 10 yosh kirdi, birisi 1-20 yosh kirdi. Meni ayolim bo'lsa-mu, men bilan bir idora ishlaydi. İdarada usulchi, hem usul rejissori idarning. Oilamiz nayt baxtlik. Shu men jiq ko'rdim, jiq anladım. Ba'zi yerda shu yuzimgil deydi-ku, men burun salbiy obraz chiqib, ayolni quyitadigan, xotinni urdigan, bani jitim qildigan asosan shunday rolga tanladi. Men zo'lab chiqmadim. Rejissorlar shunday rolga tanlagankin, ba'zi MTV'mi açtaq, kinomi açtaq, o Gongo'mi açtaq chiqib qolgankin. Jiq adamninki idisida bu ashtaq bola ekan, bo'lmasa rejissor ashtaq tanlamdi. Aslida mushtar bola ekan, xotinni bo'zaq qildi ekan. Qanchinchi xotinni deb so'raydiq, birinchi xotinimi? 3 xotinmi, 4 xotinmi deb so'rayganlar. Bu ayolimiz ikkimiz bek inoq ham baxtli, ayolimi bek kuyimchan. Ikkinchi ayol elishni o'ylashmadim. Xo'sh, ekran oldidagi ko'ruvchilar do'stlarimiz Shiralininki turmush hayot bilan bir qatim tushunib chiqdik. Sizningki bundan keyingi turmushingizga, oilangizga baxt tilaymiz. Ekran hayotingizdagi ishlaringizning texnik ko'ngillik, utuqliq bo'lishini chin dilimdan umid qilaman. Bo'ldi, rahmat. Sizlarga rahmat. Shirali bugungi suhbatimizni aytib ko'ngillik oyoqlashdi. Sizning qimmatli vaqtingizni chiqarib qatnashib berganingizga chin dilimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat sizga. Xo'sh, aziz ko'ruvchilar, Şinjan Ko'nak fan texnik cheklik shirkati ko'rgin media ishxonasi tarqatgan Şinjan Saray yemek-ichmak mulozimat cheklik shirkati tajdorligidagi Tarim navosi programmamizning bu soni mushayada oxirlashdi. Kelarki sondagi programmalarimiz texmo rangdor, texmo sarxil. Kelarki sonda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.